Kayfiyatimni ko'tarishga yordam beradigan narsalar. O'zi avvalo kayfiyatim tushgan bo'lsa, o'sha tushirgan odammi yoki bo'lmasam tushirgan vaziyatda yo'q qilishga harakat qilaman. Hozir siqilgim kelyaptimi? Hozir yig'lagim kelyaptimi? Hozir siqilaman, yig'layman. Ikkinchisi albatta sayr qilishga harakat qilaman, chunki o'sha tanamda yig'ilib qolgan kortizolni chiqazib yuborishim kerak. Uchinchisi yaxshi suhbat quradigan inson bilan o'tirib gaplashishga harakat qilaman. Yaxshi insonlar o'zi insonning kayfiyatini ko'tarishga juda ham yordam beradi. To'rtinchisi tog'ga chiqib ketishim mumkin. Ko'pincha kayfiyatim yo'q bo'lsa, mashinamga o'tirib, o'zim rulda, hech kimsiz, uzoq yo'lda meni kayfiyatim ancha ko'tariladi va qanaqadir davolanaman. 5-6 eng muhim texnikalarimni aytishimdan oldin meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sababi meni sahifamda juda ham qiziqarli va foydali videolar ko'p bo'ladi. 5-si eng muhimlardan biri yutuqlarimni o'tirib yozib chiqaman. O'zi nimalarga erishganman, qo'limdan nimalar kelgan, qanaqa молодец qizman, o'shalarning hammasini yozib chiqaman. 6-si eng muhimi albatta shukur keltiraman. Kayfiyatim yo'q paytda o'tirib, har bitta momentimdan yaxshi narsani ko'rib shukur keltirishga harakat qilaman. Bu ham juda ham kayfiyatimni ko'taradi. Va eng oxirgisi, kayfiyatim shu yo'q bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, hech narsa yoqmayotgan bo'lsa ham o'rnimdan turib, chiroyli kiyinib, bo'yanib, aksessuarlarimni taqib, o'zimga qarab olishga harakat qilaman. Ozgina o'zingizga qarab chiroyli bo'lsangiz, o'sha kayfiyatingiz ham ko'tariladi, dunyoga qarashingiz ham boshqacha bo'ladi. Sizning kayfiyatingiz bo'lmaganda sizga nimalar yordam beradi? O'zi nimalar qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydali bo'ladi. Meni sahifamga esa obuna bo'lishni unutmang.